Ben seni Allah'tan diledim. Allah'ın rızasıyla sevdim. Boyvuchchani sevasam. Sevaman. Ulaygar sevaman. Ah boyvuchcha, sohib jamol, qosh ko'zi popidek, lablari esa g'unchadek. Bundan ortiq senga nima kerak, it? Hech narsa. Unda uydan kelvars, knyaz unga izn beradi. Menga xotin bo'lishingizni so'rayman. O'ziga o'zi nikoh o'qigan. Oilani o'zing muborak qilgin. Bu nikohni jannatda ham bardavom bo'lishini nasib qilgin. Sallallohu vasallam ala habibina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Muborak bo'lsin. Qani ketdik. To'yni ochiq deb e'lon qilamiz. Birashgan to'yga biza qursanmiz. Qo'ysini. Men roziman. Men o'ylansam, baxtli bo'lsin. O'tiga mixim, menga miximni tiramayman, o'zini mixini tiraversin. Bilmayman bu kim deyishyaptiki, 3-mi, 5-chi erdan chiqib buni ilintirgan. Eringiz ikkita ekan demak. Voy. Shunaqa yo'xshaydi. Aslida ayollar buni ilintiradi, keyin atlas ishton giydirishadi. Atlas ko'ylak kiyibsan, bo'ldim yana adolar, ortingdan yurishganmish 5-10 choqli shaydolar. Bismillah, alhamdulillah, va salatu ala rasulillah, va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, bir joyga kelib bir yaxshilikka guvoh bo'lib qoldim. Nest City degan narx-navolar, qurilayotgan binoni sifati, joylashgan manzil sifatida juda ham qulay joy. Qurilishi ketayotgan materiallar eng sifatli materiallar. Joga yashasin. Yangona, aytmadimmi? Rajimiz albatta keladi deb. U keldimi? Demak, endi uylik bo'lamiz. Aytchi, bizning uylarimiz qachon quriladi? Uy? Ha, shahar suratning bosilgan varaqalarga to'lib ketdi-ku. 100 rupiyaga uy. Endi hech kim yo'laklarda yashamaydi. Boshpanasizlar uchun xushxabar. Xalq uchun xalq uylari bor yo'g'i 100 rupiyaga. Yana bitta sir bor, birodarlar, hech kim eshitmasin. Umumiy narxdan 30% chegara bilan sotilyapti ekan. Tezda olish kerak, ya'ni sekin aytayapman, hammaga aytinglar yaqinlarga. Yashasin Raj og'a. Bu yerda naqd to'layman desangiz, srazi 30% chegirmasi bor. 100 rupiyaga uy qurib bo'lar ekanmi? Qaysi ahmoq aytdi senga? Sunachand uy qurmoqchi deb. Bu xayolimga ham kelmagan, Raj. Men faqat orzu sotaman. Ya'ni mahram masalasini ham o'ylangan. Bilasanmi? Bombayda 100 minglab odamlar yo'lkalarda tunashadi. O'sha 100 minglab odamlar bir orzu bilan yashashadi. U ham bo'lsa uylik bo'lish. Tushundingmi? Yaxshi, diyonatli odamlar, xayriyasi bor odamlar. Shunday ekan, o'sha g'arib nochorlar nima qilib bo'lsa ham 100 rupiy topib kelishadi. Bizga uy qurib berishsin deb. Maqsad dunyoda soliqlarga qo'shilish, oxiratda jannatda ham birga bo'lish. Nest City. Hamma xaridorlar norozi. Topshirish sanasi 2 yil oshib ketdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kimga murojaat qilish bilmayapmiz. To'dalanib kellaring deydigan joy, ya'ni.